Alloh sizga buyurmagan uni tavilni. Lekin shunda xo'p Allohning qo'li desa qo'li, bilmayman endi men boshqa hech narsani. Arshga istivo qilgan desa ko'tarilgan desa ko'tarilgan, boshqa narsani bilmayman men desangiz, salomat qolasiz, hech kim sizni urushmaydi. Gurga kirgansiz sizdan Allohning qo'li qanaqa deb so'ramaydi. Arshga ko'tarilish qanaqa deb so'ramaydi. Robbing kim deydi? Nima qilding sen Robbingga deydi. Payg'ambaring kim deydi? Nima qilding payg'ambaring uchun deydi. Dining nima deydi? Mana shuni tushunishlik kerak. Namoz bo'lib yuribdi deydi. Nimaga ekan desangiz, paypoqqa mas tortgan uchun. Xo'p, aytaylik, sen shu darajada paypoqqa mas tortib namoz bo'lmay qolayotganiga g'amxo'r ekansan odamlarni. Ko'chaga chiq. O'zbek xalqining 80% benamoz bo'lib yuribdi. O'shalarni namozga tiq avval. Shunchalik ham tentak bo'ladimi deysizda odam. Shunchalik ham aqlsiz bo'ladimi deysiz qarang. Shu darajada odamlarni namoziga qayg'urar ekansan. Qo'y paypoqqa mas tortib bo'lsa ham o'qiyapti shu odam axir namoz. Shunga shunchalik nafrat qilasanmi? Ko'chaga chiq, qancha mana benamoz yuribdi, ana shular hozir o'lsa nima bo'ladi axir? O'shalarni olib kel masjidga, seni vakolating bor, imomsan. Senga davlat huquq bergan, shu odamlarni yaxshilikka chaqir degan, hech kim urushmaydi seni namozga olib kirsang shularni. Davlat qanamaydi seni olib chiqib ko'cha-kuyda yurib, yilib, yugurib, jon kuydirib odamlarni da'vat qilib masjidga olib kirsang. Ulamolar aytishganki, qachon jang og'irligini tashlaydi? Ya'ni qachon tinch yashaydi odam? Yoki ana shu mutaassib Hanafiylar, Hanafiyni yomonlamayapmiz biz, ana shu mutaassib gazandalarni yomonlayapmiz. Hashaviy degani shu beparosat, kallasi ishlamaydigan, hamma narsani yuzaki tushunadigan degani. O'zingchi kallalik bo'lib qolganmisan sen? Sahobalar hashaviymi? Tobiinlar hashaviymi? Zohirdan tushungan kishilar. Zohirga ko'ra tushunganlardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar vahobiylar hashaviysizlar dedilarmi? Sen tushun Ash'ariycha, Maturudiycha, men tushunmayman. Nimaga chidamaysan? Nimaga zalolat deysan, hashaviy deysan bu narsalarni? Ummatning ichida boshqa jang qolmagandek, boshqa janjal qolmagandek kelib turib faqat shu narsani ko'taraverasan. Ikki tomon ham yaxshi tushunib olsin mana shu narsani hozir qarang mana. Men sendan qo'rqqanimdan senga chidayman deyotganim yo'q. Ummat o'rtasida hozir mana shunaqangi boshqa kofirlar bilan nimaga mana o'zini salafiyman deyotgan mana shu firqa ham shuni tushunmaydi. Nimaga hamma narsa qolib Saramullasining kirdikori faqat kelib shu bilan talashaveradi? Salomatsiz shunda. Salomat qolasiz, hech kim sizni urushmaydi. Bilib oling. Ertaga Alloh taologa borsangiz, Alloh sizdan birinchi savoli, meni qo'limni qudrat dedingmi yoki haqiqiy qo'l dedingmi deb so'ramaydi Alloh sizdan. Agarda shunday Alloh aytgan men bilmayman qo'yiladi o'tib ketsangiz, hech narsa demaydi Alloh sizga inshaalloh. Saramullalarga o'zini Maturidiy deydi, Hanafiy deydi. Xo'p, bo'laver Maturidiy, Hanafiy. Hech kim senga bu uchungina ma'lumot qilganligi yo'q seni. Hech kim demaylik, mayli masalan biz shunday qilganmiz yo'q. Kim unday deyotgan bo'lsa, o'shanga gapir. Necha marta aytyapmiz biz Maturidiyliging uchun ma'lumot qilganmiz yo'q. Hanafiyliging uchun ma'lumot qilganmiz yo'q seni. Ya'ni bitta u bugungi kundagi Saramulla qilmagan u tavildi. Tushunyapsizmi? Shu narsani yaxshi tushunib oling. Allohning sifatlarini tavil qilganda bitta bugun kundagi mana Saramulla qilmagan u tavildi. Mana shu hadisda shunday fiqh borki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yoki Allohning kitobidan bir oyatlarni zohirini olganga ayblanavermaydi mana qarang. Hashaviysan, salafiysan, mujassimasan, vahobiysan, usan-busan. Ana shu furu uchun sizni jahannamga qiladi. Abu Hanifa rahimahulloh namozda namoz o'qimasang masjidimga kirma. Bo'lmasam Abu Hanifa rahimahulloh namozdagi namoz o'qimasa unga qiz berma, vahobiy u, salafiy u, bunday. Mana maqsiga qarang, paypoqqa mas tortsa, ana endi shu uchun paypoqqa mas tortganligi uchun yahudiydek yomon ko'radi o'sha musulmonni. Yo'q, aksincha yozib qo'yibdi, kelma masjidga Hanafiycha namoz o'qimasang deb. Yozib qo'yibdi masjidga qarang. Kelma masjidga degan. Ey subhanalloh deysiz. Kalla qanaqa kalla bu? Shunday qilib mana bu yahudiylar haqidagi g'azot Banu Nazir tugadi. Endi oxirgi qabilasi yahudiylarning Banu Qurayza qabilasi. Buni qisman o'tdigan aslida biz. Mana hozir bu g'azotni Banu Qurayza 3-qabila bu yahudiylar qabilasini. Sabablarini aytadilar. Banu Qurayza bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida ham tinchlik va omonlik ahdi bor edi. Ahzob jangida o'tdi-ku, kofirlar bosib kelganda Madinani 5-yilda. Quraysh, G'otafon va ularning ittifoqdoshlari bo'lgan qabilalar
payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga va musulmonlarga jang qilishlik uchun bosib kelishdi. Madinani qamalga olishdi. Ana shu paytda yahudiylar bo'ldi bular tugadi deb o'ylab, musulmonlar tugaydi endi deb o'ylab, musulmonlar bilan ahdni buzib yuborganlar. Va Ahzobga yordam berib turganlar Madinani qamalga olishlikka. Aytdik-ku Ahzob g'azotining sharhida. Orqa tomondan ular Madinadan mushriklarga ta'minot olib chiqib berib turishgan. 1 oy yashash kerak-ku ular mushriklar. Qanday qilib yashagan qamalga olib Madinani? Ana shu yahudiylar ta'minlab turgan. Orqadan pichoq urgan ular. Holbuki ittifoq bor edi musulmonlar bilan o'rtasida. Andan keyin Ahzob jangi tugagandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Qurayzani borib qamalga olganlar. Ahzob mag'lub bo'ldi, tarqab ketdilar hammalari. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va musulmonlar Madinaga qaytganlar, ya'ni bo'ldi, ketdi alhamdulillah, dab bo'ldi hammasi deb. Shunda endi sovutlarini ichayotganlarida Jabroil alayhisalom kelganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga. Banu Qurayzaga g'azot qilishlikka da'vat qilganlar. To'xtamang hali deganlar. Mana Imom Buxoriy sahihlarida keltiradilar. Oysha radhiyallohu anhodan. U kishi aytadilar: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shundoq Xandaq ma'rakasidan qaytgan zahotlari endi qurollarini qo'yib yuvinayotuvdilar. Jabroil alayhisalom keldi. Qarang. Hali jarohatlar bitgan yo'q, charchoqlar chiqqan yo'q. Qurolni qo'ydingizmi dedi. Allohga qasam biz qo'ymadik hali degan Jabroil alayhisalom. Demak, farishtalar ham qarang ishtirok etgan. Boring ularga chiqing degan. Rasululloh qayerga deganlar? Mana bu yerga deb turib Banu Qurayzaga ishora qilgan Jabroil alayhisalom. Yani bu xoinlarda issig'ida biryoqlik qilingan-da bu. Toki ertaga 1 yil o'tsa, 2 yil o'tsa yoki 1 oy o'tsa, 2 hafta o'tsa, ular keyin nimaga o'shanda aytmading, xiyonat qilganimizda endi chiqyapsan demasin. Ko'ryapsizmi? Jinoyatni jinoyat vaqtida ushlash kerak. Ana shu uchun ham hali Ahzobdan charchoqlar chiqmay turib, endi Banu Qurayzaga boring, hali biz qurolni ichganimiz yo'q deganlar. Ana shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Banu Qurayzani qamalga olishlik uchun chiqqanlar. Ko'ryapsizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarida Madinaga borgandan keyin tinch yashash bo'lmagan. Hali Badr, hali Uhud, hali bitta kofir jamlayapti ekan, unga qarshi urushib kelish kerak. Hali Banu Qaynuqosi, Banu Qurayzasi, Banu Naziri hakin yana bosib kelyapti ekan. Ana shu urush to'xtamagan. Hali Rum bosib kelyapti ekan, hali Fors bosib kelyapti ekan, bunaqa narsalar urush to'xtamagan. Bu qiyomatgacha Iso alayhisalom tushguncha davom etadi. Shuning uchun ham hatta tado'al harbu awzaraha oyatida jang o'zining og'irligini tashaguncha urush qilinglar degan oyatda ulamolar aytishganki, qachon jang og'irligini tashaydi? Ya'ni qachon tinch yashaydi odam? Iso alayhisalom tushganda deyilgan. Iso alayhisalom tushib bir yer yuzidan kofir zotini qoldirmaganlarida urush to'xtaydi. Ungacha urush davom etaveradi. Mana shu aslida bu ummatning siyrati bu, ya'ni. Odamlar qiziqaganda, mana shu narsalarni aytsangiz hozir, qanaqa islom bu, sen o'ylab gapiryapsanmi deydi. Lekin bugun qarasangiz, masalan qarang. Usmoniylar tarixi haqida filmlar ishlab chiqarishyapti, qarang. O'shalarga bir nazar soling. Umuman tinchimagan. U kino to'g'ri, lekin hayotida tarixiga nazar soling. Rostdan shunday, umuman tinchimagan. Usmoniylik imperiyasi boshlangandan yiqilguncha urush to'xtamagan. U hamma ummat siyrati o'zi shunaqa. Masalan qarang, Rossiya nima kerak? Rossiyaga shuncha iqtisodiga zarar berib, xalqi dodlab yoryapti. Hali qarasangiz Suriyaga kirib olgan urushaman deb, hali qarasangiz Liviyaga borib olgan urushaman deb, Amerikaga nima kerak? Hali qarasangiz Suriyaga kirib olgan urushaman deb, hali qarasangiz Iroqqa kirib olgan, Afg'onistonga kirib olgan. Bugun kunda nodon odamlar, musulmonlar tushunmayotgan narsa mana shu kofirlar tushunadi. Urush qilmagan millat urush qilinadi. Shuni tushunib oling. Bu bitta ilohiy qonun. Ha, tinchgina yashaylik deysiz, biz ham istaymiz tinchgina yashashlikni. Lekin urush qilmagan millat urush qilinadi. Shuni biladi shu kofirlar. Shuning uchun ham shuncha xalqi ularni yomon ko'rsa ham, qancha odamlar qurbon bo'layotgan, qancha mollari isrof bo'layotgan bo'lsa ham, ana shunga kelib urushaveradi. Olayotgan foydasi qarasangiz, mana degan bir foydani ko'rsata olmaysiz aslida. Lekin urushaveradi kelib. Mana shuni biladi, urush qilmagan millatga urush qilinishligini. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ham Banu Qurayza endi yahudlarga urush qilganlar Xandaq jangidan keyin. Sahobalarga aytganlar: "Hammalaring asrni Banu Qurayzada o'qinglar" deganlar. Banu Qurayzaga chiqinglar, tez.
birortalik asrni boshqa joyda o'qimasin, hamma shu Banu Qurayzada o'qisin deganlar. Bu nimadan kinoya bo'ldi? Shu darajada shoshilish kerak, asrda o'sha yerda bo'ldi-yu. Ana shunaqa. Sahobalar chiqdi. Yo'lda ba'zilariga asr namozining vaqti kirib qoldi. Shunda bir-birlariga aytishganki, o'qimaymiz degan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, borib shu Banu Qurayzada o'qishimiz kerak. Qazo bo'lsa ham o'sha yerda o'qiymiz degan. Ba'zilar aytganki, yo'q, o'qiymiz degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizda u namozni qazo qilinglar degan narsani iroda qilmaganlar. Shunchaki tezroq boringlar degan narsani iroda qilgandilar degan. Qarang, ixtilof nimada bo'lyapti? Sodda qilib aytsak. Bu juda ham kerak. Ixtilof. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini haqiqatga ko'ra olamizmi, majozga ko'ra olamizmi? Ana shunda ixtilof bo'lyapti. Haqiqatga ko'ra olamizmi, majozga ko'ra olamizmi? Zohirini olsak, haqiqatga ko'ra. Nima qilishimiz kerak hozir? Qazo bo'lsa bo'lsin, Banu Qurayzada o'qishimiz kerak. Zohirda olsak shunaqa qilishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'p, majozga yuysak buni, ta'vil qilsak, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni istamaganlar. O'zimizda tilda aytganda ham yuqorida aytganimizdek, asrda falon joyda bo'ldi desa, bu degani tez bor degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tez bor degan narsani iroda qilganlar deb bir guruh sahobalar ta'vil qilganlar. Bu tabiiymikan? Qarang. Ya'ni dinni buyruqlarini kimdir haqiqatga ko'ra tushunishi, kimdir majozga ko'ra tushunishligi tabiiy ekan bu narsa. Tabiiy holat bu. Endi shu toifalarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birortasini aybladilarmi? Zohirga ko'ra tushunganlardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar vahobiylar, hashaviysizlar dedilarmi? Ha? Sizlar ana shunaqa qilib hamma narsani kallangni ishlatging kelmaydi, zohirga ko'ra tushunib olasan, farosating yo'q seni. Ozroq kallangni ishlatsang, tushunarding-ku, asrda qazo qildingmi, nomard? Ha, sendan tez bor degan narsani iroda qilgan-ku men. Shunchalik ham kallang ishlamaydimi deganmilar, nauzubillah? Yo'q. Nimaga kelib bugungi kunda mana matrudiylar bo'lmasam, yoki ana shu mutaassib hanafiylar, hanafiyni yomonlamayapmiz biz, ana shu mutaassib gazandalarni yomonlayapmiz. Ana shu kelib olib turib bugungi kunda boshqa mazhabda, boshqa ulamolar so'zlariga, muhaddislar so'zlariga amal qilsangiz, siz o'zingiz shunday gazan chiqargan gap emas. Sahobalar gapirgan gapni, tobiinlar, muhaddislar gapirgan gapni, Qur'on sunnatda zohirini gapirsangiz, fiqhda emas, mayli, asmo sifatda Allohning ismlarini isbot qilishlikda sizni hashaviyga chiqaradi. Hashaviy degani shu beparosat, kallasi ishlamaydigan, hamma narsani yuzaki tushunadigan degani. Ha, o'zingchi kallalik bo'lib qolganmisan sen? Sahobalar hashaviymi? Tobiinlar hashaviymi? Zohirdan tushungan kishilar. Xo'p, sen ta'vil qilsan ham deylik, mayli deylik senga. Lekin men qilmayman ta'vilni. Nimaga chidamaysan? Men sendan qo'rqqanimdan senga chidayman deyotganim yo'q. Ummat o'rtasida hozir mana shunaqangi boshqa kofirlar bilan jang qilish muhim bo'lib turgan joyda ana shu haqiqatmi, majozmi deb turib endi to'polonimiz shunaqa bo'lib qolmasin deb xo'p deyapmiz. Sen tushun Ash'ariycha, Maturudiycha, men tushunmayman. Nimaga chidamaysan? Nimaga zalolat deysan, hashaviy deysan bu narsalarni? Ummatning ichida boshqa jang qolmagandek, boshqa janjal qolmagandek kelib turib faqat shu narsani ko'taraverasan. Ikki tomon ham yaxshi tushunmasin mana shu narsani hozir qarang mana. Ikkalasi ham qaytib keladi. Shu haqiqatni tushunganlar va majozni tushunganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelishadi. So'rashadi, "Ya Rasululloh, birimiz haqiqatga ko'ra tushundik, birimiz majozga ko'ra tushundik." Ha, xo'p, qo'yinglar deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bo'ldi. Ko'tarmaylar bu mavzuni deganlar. To'g'rimi? Ha, nimaga? Chunki hozir endi Yahudiy bilan ish qilishimiz kerak bo'lib turgan paytda hamma narsa qolib ketib, haqiqatida majozi deb shu ikkalamiz talashib ketishimiz kerakmi? Nimaga tushunmaydi shuni bugungi kunda odamlar? Hakimdir kelib aytadiki, endi bu fiqhdagi ixtilof edi-da deydi. Ha, fiqhdagi ixtilof edi. Hozir biz Ash'ariy, Maturidiy deb bir-birimizni yomonlayotgan bo'lsak deydi, u aqidadagi ixtilofda u deydi. Mayli, to'g'ri, aqidadagi ixtilof, lekin shuni hozir qo'yib tursa jahannamga ketilinadigan ixtilofmi? Ha? Ta'vil qilgan Ibn Hajar bor, ta'vil qilgan Imom Navoiy bor, ta'vil qilgan Imom Qurtubiy bor. Ya'ni bitta u bugungi kundagi Saroymulla qilmagan u ta'vildi. Tushunyapsizmi? Shu narsani yaxshi tushunib oling. Allohning sifatlarini ta'vil qilganda bitta bugungi kundagi mana Saroymulla qilmagan u ta'vildi. Imom Navoiydek odamlar, Imom Qurtubiydek odamlar, Ibn Hajardek odamlar, katta-katta olimlar ham ta'vil qilgan ular ham. Lekin bu narsa uchun ularni biz kofir yoki jahannamga ketdi demaymiz-ku. Ya'ni ummat u bilan shu faqat shu bilan mashg'ul bo'lib qolmasligi kerak ekan-ku demak. Nimaga mana o'zini salafiyman deyotgan mana shu firqa ham shuni tushunmaydi? Nimaga hamma narsa qolib Saroymullasini kirdikori faqat kelib shu bilan talashaveradi? Ha deydi, chunki Rasulullohning aqidasiga ko'ra birlashish kerak deydi. Xo'p,
aslida olib qaraganda shunday bo'lish kerak, lekin endi shunday bo'lmayotgandan keyin hamma narsa qolib faqat shu bilan qolish kerakmi? Masalan, mana shu hozir voqeada ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir og'iz aytib qo'ysalar bo'lardi-ku, men tushungandek tushunishlaring kerak, men masalan palonni iroda qilgandim deb qo'ysalar bo'lardi-ku, demaganlar shunday. Chunki bu hozir mavrid emas. Yahudiyga urush qilinayotganda endi yo'lda to'xtab olib buni ixtilof qilib ketadigan. O'z navbatda manolarga ham aytayapti shuning uchun biz. Saroy mullalarga o'zini Maturidiy deydi, Hanafiy deydi. Xo'p, bo'laver Maturidiy, Hanafiy. Hech kim senga bu uchungina ma'lumot qilganligi yo'q seni. Hech kim demaylik, mayli masalan biz shunday qilganmiz yo'q. Kim unday deyotgan bo'lsa, o'shanga gapir. Necha marta aytyapmiz biz Maturidiyliging uchun ma'lumot qilganmiz yo'q. Hanafiyliging uchun ma'lumot qilganmiz yo'q seni. Mana natijada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qilishganda falam yu'annif ahada minhum deganlar. Birortalarini qo'ymaganlar. Bo'lmasam namoz furu'iy masalami, usuliy masalami? Kimdir aytishi mumkin, bu furuda bu, usul emas bu. Ash'ari Maturidiylar bilan biz usulda talashyapmiz. Usulda degani, ya'ni katta asoslarda. Bu namoz furu deyishligi mumkin. Birinchidan namoz furu degan gapingizga biz taslim bo'lmaymiz. Namoz usullardan o'zi. Ya'ni mayli siz masalan Abu Hanifa yoki Imom Malik mazhablarida bo'lib turib namozni tark qilgan odam kofir bo'lmaydi desangiz, namozni furulardan deysiz. Lekin namozni tark qilgan kofir bo'ladi degan mazhabga ko'ra, Imom Ahmad muhaddislar mazhabiga ko'ra, bu fuqaho sab'a mazhabi, tobiinlar, sahobalar mazhabi, namoz usullardan. Chunki namoz tark qilsa kofir bo'ladi dedi-ku. Unda dalillar bilan, ixtiloflar bilan o'tdik. Modomiki biz shunaqangi e'tiqoddamizmi? Namozni tark qilgan odam kofir bo'ladi degan e'tiqoddamizmi? Namoz usul bo'ladi. Chunki furudi tark qilgan odam kofir bo'lmaydi o'zi. Shuni bilib oling. Illoki inkor qilsa kofir bo'ladi furudi tark qilgan odam. Masalan, zakotni yoki ro'zani, shuni tark qilganman kofir qilmaydi odam. Inkor qilsa kofir bo'ladi. Ammo namozni shundoq tark qilsa ham kofir bo'ladi deyildimi? Inkor qiladimi, inkor qilmaydimi undan qat'iy nazar. Demak, bu dalilki namoz usullardan o'zi. Endi mana sahobalar hozir bu yerda ixtilofi nima haqida edi? Ro'za tutamizmi yo'qmi deb ixtilof qilayotganmidi? Yo'q. Zakot beramizmi yo'q deb ixtilof qilayotganmidi? Yo'q. Namozni vaqtida o'qiymizmi yoki qazo bo'lib ketsa ham borib Banu Qurayzada o'qiymizmi? Ana shunda ixtilof qilayotgandi. Bu demak, bizning e'tiqodimiz bo'yicha usuldagi ixtilof bu. O'sha usuldagi ixtilofda ham Rasululloh ham haq qo'yin dedilarmi? Hozir chunki boshqa ishimiz bor. Mana Yahudiy bilan ishimiz edi hozir. Mana shuni demak yaxshi tushunishlik kerak. Birortalarni Rasululloh sallam qo'ymadilar. Bu Imom Buxoriyda kelgan rivoyat bu. Mana shu hadisdan olinadigan fiqh endi mana. Mana shu hadisda shunday fiqh borki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yoki Allohning kitobidan bir oyatlarni zohirini olganga ayblanavermaydi mana qarang. Hashaviysan, salafiysan, mujassimasan, vahobiysan, usan busan. Shunchalik ham bo'ladimi odam mutaassibligi? Mana sen xo'p ta'vil qilibsan, o'zingcha kallalik ekansan. Xo'p men qilmayapman. Aybmi bu? Mana ayb emas ekan-ku, sahobalarga Rasululloh ayb qilmadilar shu zohirini olganligini. Xuddi shuningdek dalilni istinbot qilganga ham mayli ayb qilinmas ekan. Ya'ni agar hujjati bo'lsa, dalili bo'lsa, istinbot qilsa, ya'ni uni orqa ma'nosidagi gaplarni ko'ra bilsa, hikmatini ko'rsa, uni ta'vilini tushunsa, uni ham ma'lumot qilinmas ekan. Demak, furuda ixtilof qilgan mujtahidlar ularga gunoh yo'q ekan. Ya'ni furuda deganda endi bu kishi o'sha namozni furu deb olyaptilar-da. Furuda, ya'ni furuda degani aqoidda emas, amalda ixtilof qilgan odamlarga, mujtahidlarga ayb yo'q ekan. Ya'ni kimdir unaqa tushunadi, kimdir bunaqa tushunadi. Hozir mana shu mutaassib Hanafiylarni qarang. Ana shu furu uchun sizni jahannamga qiladi. Abu Hanifa rahimahulloh namozda namoz o'qimasang masjidimga kirma. Bo'lmasam Abu Hanifa rahimahulloh namozdagi namoz o'qimasa unga qiz berma, vahobiy u, salafiy u, bunday. Mana maqsiga qarang, paypoqqa mas totsa, ana endi shu uchun paypoqqa mas totganligi uchun yahudiydek yomon ko'radi o'sha musulmonni. Qarang, shu darajada sen odamlarni namoziga g'amxo'r ekansan. Shuncha odam deyapti qarang, bu vahobiylarni deydi, salafiylarni patvosini deb namoz bo'lmay yuribdi deydi. Nimaga ekan desangiz, paypoqqa mas tortgan uchun. Xo'p, aytaylik, sen shu darajada paypoqqa mas tortib namoz bo'lmay qolayotganiga g'amxo'r ekansan odamlarni. Ko'chaga chiq. O'zbek xalqini 80% benamoz bo'lib yuribdi. O'shalarni namozga tiq avval.
Shunchalik ham tentak bo'ladimi deysizda odam. Shunchalik ham aqlsiz bo'ladimi deysiz qarang. Shu darajada odamlarni namoziga qayg'urar ekansan, qo'y paypoqqa mas tortib bo'lsa ham o'qiyapti shu odam axir namoz. Shunga shunchalik nafrat qilasanmi? Ko'chaga chiq, qancha mana benamoz yuribdi, ana shular hozir o'lsa nima bo'ladi axir? O'shalarni olib kir masjidga, seni vakolating bor, imomsan. Senga davlat huquq bergan, shu odamlarni yaxshilikka chaqir degan, hech kim urushmaydi seni namozga olib kirsang shularni. Davlat qanamaydi seni olib chiqib ko'cha-kuyda yurib, yilib, yugurib, jon kuydirib odamlarni da'vat qilib masjidga olib kirsang. Yo'q, aksincha yozib qo'yibdi, kema masjidga Hanaficha namoz o'qimasang. Yozib qo'yibdi masjidga qarang. Kema masjidga degan. Ey subhanalloh deysiz. Kalla qanaqa kalla bu? Bu furuda ixtilof qilgan odamga ham shunchalik qilinadimi? Ha, aslida ikkalasi ham to'g'ri topgan bo'ladi. Ajr bor, hattoki xato qilgan bo'lsa ham. Unga bitta ajr bor. Ha, to'g'ri topganiga esa ikkita ajr bor. Ha, ba'zi sahobalar haqiqatga ko'ra olyapti. Vaqt chiqib ketsa ham ishimiz yo'q bizda degan, qazo bo'lsa ham borib o'sha yerda o'qiymiz degan. Ba'zi sahobalar uni ta'vilga olyapti. Ya'ni uni istamagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizdan deyapti. Mana Allohning ism sifatlarida ham xuddi shunga o'xshab qolmasın. Kimdir ta'vil qilyapti, kimdir boshqa qilyapti. Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Bori kitobini o'qing. Ta'vil sifatlari haqida gapirar ekanlar. Ya'ni shunaqa ta'vil qilsa bo'ladigan Allohning qo'li masalan, arshga ko'tarilishligi. Salaflarning mazhabi aslam deb ketadilar. Ya'ni salaflar deganda salaf solihlar, sahobalar, tobiinlar. Ya'ni ular shundoq o'tib ketishadi buni, ta'vil qilishmaydi. Zohirga ko'ra shuni o'tib ketishadi. Xolaflarning mazhabi bo'yicha ular ta'vil qiladi deydilar. Xolaflar degan keyin kelgan ulamolar ta'vil qiladi. Lekin salaflar mazhabi aslam. Aslam, ya'ni salomatsiz shunda. Salomat qolasiz, hech kim sizni urushmaydi. Mana bilib oling. Ertaga Alloh taologa borsangiz, Alloh sizdan birinchi savoli, meni qo'limni qudrat dedingmi yoki haqiqiy qo'l dedingmi deb so'ramaydi Alloh sizdan. Agarda shunday Alloh aytgan men bilmayman qo'yinglar deb o'tib ketsangiz, hech narsa demaydi Alloh sizga inshaalloh. Ana shu uchun ham meni gapim emas bu. Qaydan olding? Allohni so'rab keldingmi desangiz, yo'q, mana ulamolar shunday degan. Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Borida ko'p shunaqa deydi. Tariqatus salaf aslam. Salaflar yo'li aslam. Ya'ni salomat qolasiz. Ta'vil qilib to'g'ri topgan bo'lsangiz ham qarang. To'g'ri topgan bo'lsangiz, Alloh sizga buyurmagan uni. To'g'ri topsangiz ham. Alloh sizga buyurmagan uni ta'vilni. Lekin shunda xo'p Allohning qo'li desa, qo'li bilmayman endi men boshqa hech narsani. Arshga istivo qilgan desa, ko'tarilgan, boshqa narsani bilmayman men desangiz, salomat qolasiz. Hech kim sizni urushmaydi. Gurga kirganingizda sizdan Allohning qo'li qanaqa deb so'ramaydi. Arshga ko'tarilish qanaqa deb so'ramaydi. Robbing kim deydi? Nima qilding sen Robbingga deydi. Payg'ambaring kim deydi? Nima qilding payg'ambaring uchun deydi. Dining nima deydi? Mana shuni tushunishlik kerak.